Darsda esda qolarli va qiziqarli muhit yaratmoqchimisiz? Mevalar metodikasi. Ushbu metodika o'quvchilar faolligini oshirib, mavzuni mustahkamlashga yordam beradigan interaktiv usul. Qanday qo'llash mumkin? Sinfga 3 xil turdagi mevalarni olib kiring. Masalan, banan, olma, limon. Shunda o'quvchilarga 10 ta savol bering. 10 ta savolga yuqori javob berganlarga 7, 8, 9 balliklarga banan, o'rtacha javob berganlarga olma, eng kam javob berganlarga limon berishingiz mumkin. Nima uchun mevalar metodikasi samarali? Chunki bu usul o'quvchilarda xotirani mustahkamlaydi. Tan bilish orqali o'quvchilar assotsiatsiya qilib bu ma'lumotlarni uzoq vaqt eslab qolishlari mumkin. Ikkinchidan, darsda ijobiy kayfiyat ko'tariladi. Har bir o'quvchi mevalarni iste'mol qilgandan so'ng kayfiyatlari ko'tarilishi mumkin. Uchinchidan esa o'quvchilarda kommunikatsiya, bir-biri bilan muloqot qilish jarayonlarini rivojlantirib beradi. Ushbu metodikani albatta darslaringizda sinab ko'ring va natijasini izohlarda qoldiring. Shunga o'xshash ta'lim psixologiyasiga oid metodikalarni o'rganishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling.